Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan WinRAR dasturini Windowsga o'rnatamiz. WinRAR fayllarni ziplash, zipdan chiqarishga yordam beradigan dastur. Brauzerga kirib WinRAR deb yozamiz. WinRAR deb yozganimizda birinchi chiqqan saytga kiramiz. Skachat WinRARga bosamiz. Pastroq tushib yana skachat WinRARga bosamiz. Bo'ldi, WinRAR ruscha versiyasi yuklanmayapti. Dasturni ochib olamiz. Установить bosamiz. Bu yoqda добавить значок WinRAR na рабочий stol qilsangiz рабочий stolga silka yaratib beradi, lekin menga hozir bular kerak emas. Shuni o'zida OK ga bosaman. Готов qilsam, уже WinRAR установка bo'ldi. Endi men bu rasmni ziplab ko'ramiz. WinRAR ga bosib добавить va arxiv qilamiz. OK ga bossak, shotni o'ziga ziplab berdi. Endi buni zipdan chiqarishga yana WinRAR o'zini tanlab turib извлечь file deymiz. OK ga bosamiz. Mana fayl zipdan chiqdi.